Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni oddiy, tushunarli va amaliy qilib tushuntirib beraman. 1 avgustdan qariyalar uchun 2000 million so'mgacha qo'shimcha yordam. Kim oladi, kim olmaydi? Qayerga murojaat qilish kerak? Va eng muhimi, bu pulni olish uchun qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerak? Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarning o'ziga, balki ularning farzandlari, nabiralari, qo'shnilari va qarindoshlariga ham kerak. Chunki ko'p hollarda qariya odam o'zi yugurib hujjat to'play olmaydi. Qayerga borishni bilmaydi. Telefon orqali ariza berishni tushunmaydi. Yoki mahallada kimga murojaat qilish kerakligini aniq bilmaydi. Shu sababli videoni oxirigacha ko'ring. Men bu yerda shunchaki pul beriladi deb aytib ketmayman. Balki kimga berilishi mumkin. Qanday asos kerak, qanday hujjat so'raladi, qaysi holatda rad javobi kelishi mumkin. Qaysi gaplarga ishonmaslik kerak, hammasini bosqichma-bosqich aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam ko'rsa, shuncha ko'p qariya o'z haqini vaqtida so'rab oladi. Avval vaziyat qanday edi? Ko'pchilik qariyalar faqat pensiya bilan yashab kelardi. Pensiya oyma-oy tushadi, lekin dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat, davolanish, yo'l xarajatlari, ba'zan nogironlik moslamalari yoki parvarish xarajatlari bitta pensiyaga sig'maydi. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan, farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda bo'lgan, sog'lig'i yomonlashgan, o'ziga xizmat qilishi qiyin bo'lgan keksalarda vaziyat ancha og'ir bo'ladi. Oldin ham mahalla orqali moddiy yordam, saxovat va ko'mak jamg'armasi, ijtimoiy himoya organlari orqali bir martalik yordam. Ayrim to'yfadagi qariyalarga oziq-ovqat, dori-darmon, reabilitatsiya vositalari bo'yicha yordamlar bo'lgan. Lekin odamlar ko'pincha buning tartibini bilmagani uchun murojaat qilmagan. Ba'zilar menga baribir berishmaydi deb o'ylagan. Ba'zilar esa faqat tanish-bilish orqali olinadi deb noto'g'ri xulosa qilgan. Aslida esa yordam olish uchun birinchi shart muammo borligini rasmiy ko'rsatish, ariza berish va holatingizni mahalla hamda ijtimoiy himoya tizimida tasdiqlatish. Endi nima o'zgardi? 1 avgustdan boshlab qariyalar uchun 1 million so'mgacha qo'shimcha pul yordami haqidagi xabarlar ko'paydi. Bu yerda eng muhim narsani men aniq aytib qo'yaman. Buni hamma pensionerga avtomatik tushadigan pensiya oshishi deb tushunmang. Ya'ni har bir qariya 1 avgust kuni yoki 1 avgustdan keyin kartasiga albatta 1 million so'm oladi degan ma'no emas. Ko'pincha bunday yordam ijtimoiy ehtiyojga qarab ariza o'rganish, mahalla xulosasi, ijtimoiy xodim baholashi yoki tegishli tashkilot qarori asosida ajratiladi. Ba'zi hududlarda miqdor aniq bir 5 million bo'lishi mumkin. Ba'zi holatda 20 million so'mgacha bo'ladi. Ya'ni kimning ehtiyoji qanday bo'lsa, shunga qarab 5 million yoki 20 million so'm ajratilishi mumkin. Shuning uchun men sizlarga eng avval farqni tushuntiraman. Pensiya oshishi boshqa narsa, bir martalik moddiy yordam boshqa narsa, kompensatsiya boshqa narsa. Parvarish yoki ijtimoiy xizmat uchun ajratiladigan mablag' esa yana boshqa narsa. Agar pensiya oshsa, u barcha tegishli pensionerlarga pensiya jamg'armasi orqali odatda avtomatik qayta hisoblanadi. Lekin bir martalik yordamda odamning ijtimoiy ahvoli, daromadi, oilaviy tarkibi, kasalligi, yolg'izligi, uy-joy sharoiti va boshqa omillar ko'riladi. Birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan keksalar e'tibor berish kerak. Masalan, 2 yoshli onaxonning turmush o'rtog'i vafot etgan. Farzandlari boshqa shaharda yashaydi. Onaxonning pensiyasi 1 million 200 ming so'm atrofida. Dori-darmonga oyiga 400-500 ming so'm ketadi. Kommunal to'lovlar bor. Uyda gaz plitasi nosoz, qishda isitish muammosi bo'ladi. Mana shunday holatda mahalla va ijtimoiy himoya xodimlari o'rganib, bir martalik moddiy yordam berish masalasini ko'rib chiqishi mumkin. Agar yordam miqdori 5 million so'mgacha belgilangan bo'lsa, onaxonning real ehtiyojiga qarab pul ajratilishi ehtimoli bor. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan yoki og'ir kasalligi bor qariyalar. Masalan, 6 yoshli otaxon insultdan keyin yurishi qiyin. Dori doimiy kerak. Shifokor tekshiruvi uchun tuman markaziga borishi zarur. Pensiyasi bor. Lekin reabilitatsiya, dori, qon bosim apparati, hassa yoki boshqa vositalar kerak. Bu yerda ham ariza berish, tibbiy hujjatlarni ilova qilish juda muhim. Chunki men kasalman degan og'zaki gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Ambulator karta nusxasi, shifokor xulosasi, nogironlik bo'yicha ma'lumotnoma, retsept yoki dori ro'yxati yordam ajratilishida asos bo'ladi. 3-toifa daromadi juda past bo'lgan, lekin oilada boshqa daromad manbai yo'q qariyalar. Masalan, pensioner buva va buvi birga yashaydi.
ikkisining pensiyasi bor. Lekin ularning qaramog'ida nogiron farzand yoki ishsiz kasal oila a'zosi bor. Tashqaridan qaraganda ikki kishi pensiya oladi-ku deyilishi mumkin. Lekin real vaziyatda to'g'ri oziq-ovqat, kommunal parvarish xarajatlari juda katta bo'lsa, bu oila ijtimoiy yordamga muhtoj deb topilishi mumkin. Shuning uchun mahalla xodimiga vaziyatni aniq raqamlar bilan aytish kerak. Pensiya qancha? Doriga qancha ketadi? Qarz bormi? Uyda nechta odam yashaydi? Kim ishlaydi? Kim ishlamaydi? 4-toifa qarovchisi yo'q yoki qarovchisi bo'lsa ham o'zi ham og'ir ahvolda bo'lgan keksalar. Ayrim qariyalar farzandi bilan yashaydi. Lekin farzandining o'zi nogiron, ishsiz, kam ta'minlangan yoki ko'p bolali bo'lishi mumkin. Shuning uchun farzandi bor ekan yordam berilmaydi degan gap har doim ham to'g'ri emas. Muhimi farzandning mavjudligi emas. Oilaning real ijtimoiy holati va qariyaning ehtiyoji qanday ekanidir. Endi kimlar xavotir olmasligi yoki noto'g'ri umid qilmasligi kerak. Agar qariya yaxshi ta'minlangan oilada yashasa, farzandlari doimiy yordam bersa, oila daromadi yetarli bo'lsa, nomida bir nechta uy-joy yoki katta biznes daromadi bo'lsa, ijtimoiy yordam berilmasligi mumkin. Bu adolatli, chunki bunday mablag' birinchi navbatda haqiqatan ham muhtoj odamlarga yo'naltiriladi. Yana bir holat, agar odam faqat hamma olyapti, men ham olay deb murojaat qilsa, lekin real ehtiyojini hujjat bilan ko'rsata olmasa, rad javobi kelishi mumkin. Raqamli misol keltiraman. Birinchi oilada 75 yoshli buvi yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1 million 100 ming so'm. Doriga darda deyxon ming, kommunalga 2 deyxon ming, oziq ovqatga kamida 700 ming so'm kerak. Demak, xarajat pensiyadan oshib ketmoqda. Bu holatda yordam so'rash mantiqan asosli. Ikkinchi oilada 7000 yoshli otaxon farzandi bilan yashaydi. Farzandi yaxshi maosh oladi. Uyda 2 mashina bor, kommunal qarz yo'q, dori xarajati katta emas. Bunday holatda bir martalik ijtimoiy yordam ehtimoli past bo'ladi. Uchinchi holatda esa 8 yoshli otaxonning pensiyasi bor, lekin uyida tomoqadi. Qishgacha ta'mirlash kerak, farzandlari vaqtincha ishsiz. Bu holatda nafaqat pul yordami, balki mahalla orqali homiylik, ta'mirlashda ko'mak yoki boshqa ijtimoiy xizmatlar ham ko'rib chiqilishi mumkin. Eng katta xato 20 million so'm hammaning kartasiga avtomatik tushadi deb kutib o'tirish. Agar bu yordam ariza asosida beriladigan to'lov bo'lsa, siz ariza bermasangiz, sizning ahvolingiz o'rganilmasligi mumkin. Ba'zan mahalla o'zi ro'yxat shakllantiradi, lekin har bir qariyaning ichki muammosini ko'rib turmaydi. Shuning uchun farzandlar, qo'shnilar, qarindoshlar befarq bo'lmasin. Agar yoningizda rostdan qiynalayotgan qariya bo'lsa, mahallaga xabar bering. Ikkinchi xavfli joy, hujjatlar to'liq emasligi. Ko'p odamlar ariza beradi, lekin tibbiy hujjat olib bormaydi. Pensiya miqdorini ko'rsatmaydi. Oilaviy tarkibni aniq aytmaydi. Bank kartasi rekvizitini noto'g'ri beradi. Keyin berishmadi deydi. Aslida esa komissiya yoki mas'ul xodimda yetarli asos bo'lmaydi. Men tavsiya qilaman. Murojaatga borganda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi ma'lumotlari, tibbiy hujjatlar, nogironlik bo'lsa tegishli ma'lumotnoma, kommunal qarz bo'lsa kvitansiya. Dori xarajatini ko'rsatuvchi retsept yoki cheklarni olib boring. Hamma hujjatni bir papkaga solib qo'ying. Uchinchi nozik nuqta, vositachilar va firibgarlar. Agar kimdir sizga 2 million so'm olib beraman, oldindan 1 ming so'm berasiz desa, ehtiyot bo'ling. Ijtimoiy yordam olish uchun pul berish kerak emas. Ariza topshirish bepul. Mahalla ijtimoiy himoya bo'limi, pensiya jamg'armasi MyBankov. Uz yoki Binbiri.com kabi rasmiy aloqa kanallari orqali ma'lumot olish mumkin. Hech kimga karta raqamingizdan tashqari SMS kod, bot, bank ilovasi paroli, plastik karta pin kodi, pasportingizning keraksiz nusxalarini yubormang. Ayniqsa telefon qilib pul tushiramiz, kodni ayting desa bu firibgarlik bo'lishi mumkin. 4-nuqta, yordam miqdori va muddati. 1 million degani doimiy oyma-oy to'lanadi degani bo'lmasligi mumkin. Ko'pincha bu bir martalik yordam bo'ladi. Ya'ni bir marta beriladi va muammo yengillashtiriladi. Agar qariya doimiy parvarishga muhtoj bo'lsa, unda alohida ijtimoiy xizmatlar, uyda parvarish, patronaj, tibbiy ko'mak, nogironlik vositalari, sanatoriy yo'llanmasi kabi boshqa yo'nalishlarni ham so'rash kerak. Faqat bitta pul yordami bilan cheklanib qolmang. 5-nuqta, ro'yxatga olish joyi. Ba'zan qariya bir joyda ro'yxatda turadi, lekin boshqa joyda farzandi bilan yashaydi. Murojaat qaysi mahallaga qilinadi? Odatda doimiy yashash yoki ro'yxatdagi bo'yicha masala ko'riladi, lekin real yashash joyi ham muhim bo'lishi mumkin.
Shuning uchun ikki xil manzil bo'lsa, mahalla xodimiga buni ochiq ayting. Men ro'yxatda falon tumandaman, lekin hozir falon mahallada yashayapman deb tushuntiring. Aks holda hujjatlar bir joydan ikkinchi joyga ketib, vaqt cho'zilishi mumkin. 6-nuqta oiladagi daromad yashirilmasin. Agar oila a'zolari rasmiy maosh olsa, pensiya olsa yoki mulk daromadi bo'lsa, buni yashirish kerak emas. Chunki ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda ko'rinadi. Yashirilgan ma'lumot keyin aniqlansa, yordam rad etilishi yoki qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. To'g'ri yo'l, daromad bor bo'lsa ham, xarajat ham katta ekanini asoslash. Masalan, farzandim ishlaydi, lekin uning 3 nafar bolasi bor. Ijara to'laydi, onamga doimiy dori kerak. Shuning uchun vaqtincha yordam so'raymiz deb hujjatlar bilan tushuntirish. 7-nuqta. Rad javobi kelsa, hammasi tugadi degani emas. Siz rad javobining sababini so'rashingiz mumkin. Sabab hujjat yetishmaslik bo'lsa, to'ldirib qayta murojaat qilasiz. Sabab daromad yetarli deb topilgan bo'lsa, qo'shimcha hujjatlar bilan real xarajatlarni ko'rsatasiz. Sabab ro'yxat yoki manzil masalasi bo'lsa, manzilni aniqlashtirasiz. Har bir rad javobini xotirjam, huquqiy yo'l bilan qayta ko'rib chiqish mumkin. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Agar siz qariyaning o'zi bo'lsangiz yoki ota-onangiz, buyingiz, buvangiz uchun yordam olmoqchi bo'lsangiz, men aytadigan tartibda harakat qiling. Birinchi qadam, vaziyatni qog'ozga yozib chiqing. Oddiy daftar varag'iga quyidagilarni yozing. Qariyaning yoshi, pensiya miqdori, uyda nechta odam yashashi, kim ishlashi, kim ishlamasligi, dori-darmon xarajati, kommunal qarz bo'lsa miqdori, oziq-ovqat va davolanishdagi asosiy muammolar. Bu juda muhim, chunki mahallaga borganda hayajon bilan ko'p narsani unutib qo'yish mumkin. Siz raqam bilan gapirsangiz, mas'ul xodim ham vaziyatni tezroq tushunadi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta nusxasi. Pensiya guvohnomasi yoki pensiya haqidagi ma'lumot, bank kartasi, rekvizitlari, tibbiy hujjatlar, nogironlik ma'lumotnomasi bo'lsa, shifokor xulosalari, dori retseptlari, kommunal qarz kvitansiyalari, oilaviy tarkib haqida ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlar hududga qarab farq qiladi, lekin oldindan tayyorlab borsangiz vaqt yutasiz. 3-qadam, mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qiling. Mahalladagi rais, xotin-qizlar faoli, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi yoki ijtimoiy xodimdan qaysi biri bu masalaga mas'ul ekanini so'rang. Men tavsiya qilaman, faqat og'zaki aytib ketmang, yozma ariza qoldiring. Arizada shunday mazmun bo'lsin: men falonchi, pensiya yoshidagi shaxsman. Sog'lig'im va moddiy ahvolim sababli iri-biri million so'mgacha bir martalik moddiy yordam ajratish masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Oilaviy va ijtimoiy holatimni o'rganib, tegishli tartibda yordam berishingizni so'rayman. Agar arizani farzandi yozayotgan bo'lsa, qariyaning roziligi bilan yozilgani ko'rsatilgani yaxshi. 4-qadam, arizangiz qabul qilinganini tasdiqlatib oling. Bu ham juda muhim. Ariza topshirdingizmi? Qachon topshirdingiz? Kim qabul qildi? Ro'yxatga olindimi? Shuni bilib oling. Imkon bo'lsa ariza nusxasiga qabul qilingan sana va mas'ul shaxs imzosini qo'ydiring. Chunki keyin ariza tushmagan degan tushunmovchilik bo'lmaydi. 5-qadam, ijtimoiy xodim yoki komissiya kelib o'rganishi mumkin. Uy sharoitini ko'rishadi, qariya bilan suhbatlashishadi, xarajatlarni so'rashadi. Bu paytda hech narsani yashirmang, lekin ortiqcha bo'rttirmang ham. Rostni ayting. Masalan, oyga falon dori olaman, mana retsept, mana chek, pensiyam falon so'm. Farzandim yordam beradi, lekin doimiy emas, chunki uning ham oilasi bor. Shunda xulosa adolatli bo'ladi. 6-qadam, natijani kuzatib boring. Ariza berganingizdan keyin 3 kun, 7 kun, 10 kun o'tgach mahalladan yoki mas'ul idoradan holatni so'rang. Arizam qaysi bosqichda? Komissiya ko'rdimi? Qo'shimcha hujjat kerakmi? To'lov qachon bo'lishi mumkin deb xotirjam so'rang. Ba'zan bitta yetishmagan hujjat sabab ish turib qoladi. Siz kuzatib borsangiz jarayon tezlashadi. 7-qadam. Agar mahalladan aniq javob ola olmasangiz, tuman ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Hozir ijtimoiy himoya tizimi bosqichma-bosqich kuchaymoqda. Ko'p masalalar inson ijtimoiy xizmatlar markazlari orqali ko'riladi. Hududingizda shunday markaz bo'lsa, borib maslahat oling. Pensiya masalasi bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar bu aynan pensiya o'shishi yoki qayta hisoblash bo'lsa, mahalla emas. Pensiya jamg'armasi asosiy tashkilot bo'ladi. Agar bu moddiy yordam bo'lsa, mahalla va ijtimoiy himoya organlari muhim. 8-qadam, telefon va onlayn imkoniyatlardan foydalaning. My Talkabuz orqali ayrim arizalar, ma'lumotnomalar va murojaatlar yuborish mumkin.
Lekin qariyalar uchun bu qiyin bo'lsa, farzandlari yordam bersin. Shuningdek, rasmiy kol markazlaridan ma'lumot oling. Lekin yana takrorlayman, hech kimga SMS kod aytmang, plastik karta parolini bermang, bank ilovasiga begona odamni kiritmang. 9-qadam, pul tushgandan keyin uni maqsadli ishlating. Agar yordam dori uchun so'ralgan bo'lsa, avvalo dorini oling. Agar kommunal qarz sabab bo'lgan bo'lsa, qarzni yoping. Agar uy ta'miri yoki zarur buyum uchun ajratilgan bo'lsa, shunga sarflang. Chunki keyingi safar yana yordam so'raganda. Oldingi yordam qanday ishlatilgani haqida savol bo'lishi mumkin. Cheklarni saqlab qo'yish ham foydali. 10-qadam, qo'shni va qarindoshlarga xabar bering. Ko'p qariyalar uyat bo'ladi, bormayman. So'ramayman deb qiynalib yuradi. Ijtimoiy yordam uyat emas. Bu davlat va jamiyat tomonidan muhtoj fuqaroga beriladigan qonuniy ko'mak. Agar inson butun umr mehnat qilgan bo'lsa, keksalikda qiyin ahvolga tushsa, yordam so'rashga to'liq haqli. Yana bitta amaliy misol. Deylik, 7-8 yoshli bo'yingizning pensiyasi 1.300.000 so'm. Qon bosimi, qand kasalligi bor. Doriga oyiga 600.000 so'm ketadi. Uyda yolg'iz yashaydi. Qish uchun ko'mir yoki isitish xarajati kerak. Siz mahallaga borib, buyingizga yordam kerak desangiz, mas'ul xodim hujjat olib keling deyishi mumkin. Siz pasport, pensiya ma'lumoti, shifokor retsepti, dori cheklari va arza bilan bo'lsangiz, masala ancha jiddiy ko'riladi. Agar buvingizning ehtiyoji tasdiqlansa, 50 million so'mgacha yordam ajratilishi mumkin. Bu pul bir oyga barcha muammoni hal qilmasligi mumkin, lekin dori. Oziq-ovqat yoki isitish xarajatini yengillashtiradi. Yana boshqa misol, 69 yoshli otaxon farzandi bilan yashaydi. Farzandi ishlaydi, lekin oila ijarada turadi. 2 nafar farzandi maktabda, otaxon operatsiyadan keyin tiklanmoqda. Mahalla faqat farzandi bor deb darrov rad etmasligi kerak. Real holat o'rganilishi lozim. Siz arizada aynan shuni yozasiz. Farzand bor, lekin oilaning umumiy xarajati katta. Otaxonning davolanishi uchun vaqtincha moddiy yordam zarur. Mana shu tarzda aniq yozilsa, imkoniyat oshadi. Birinchi savol, bu pullanma pensioner oladimi? Yo'q, odatda bunday yordam hamma pensionerga avtomatik berilmaydi. Muhtojlik, ijtimoiy ahvol va tegishli tartib asosida ko'rib chiqiladi. Ikkinchi savol, pensiya kartasiga tushadimi? Agar yordam tasdiqlansa, ko'pincha bank kartasiga o'tkaziladi. Lekin ayrim holatlarda tartib hudud yoki yordam turiga qarab farq qilishi mumkin. Bank rekvizitlarini to'g'ri berish shart. Uchinchi savol, farzandlarim bor, baribir olsam bo'ladimi? Farzand borligi avtomatik rad degani emas. Lekin farzandlarning yordam berish imkoniyati oilaning umumiy daromadi va qariyaning real ehtiyoji o'rganiladi. Ariza yozmasam ham berishadimi? Ba'zan mahalla ro'yxat asosida o'zi aniqlash mumkin, lekin kutib o'tirmang. Eng to'g'ri yo'l, ariza bering, hujjat topshiring, holatingizni rasmiy bildiring. 5-savol, rad javobi kelsa nima qilaman? Sababini yozma yoki og'zaki so'rang. Hujjat yetishmasa to'ldiring. Noto'g'ri baholangan deb hisoblasangiz, tuman ijtimoiy himoya bo'limiga yoki yuqori tashkilotga murojaat qiling. Azizlar, Avgustdan qariyalar uchun bin. 5 million so'mgacha yordam haqidagi masalada eng muhim xulosa shuki, bu pulni olish uchun avvalo tartibni bilish, hujjatni tayyorlash, mahalla yoki ijtimoiy himoya organlariga o'z vaqtida murojaat qilish kerak. Buni oddiy pensiya oshishi bilan adashtirmang. Agar siz yoki yaqinlaringiz haqiqatan ham muhtoj bo'lsa, jim o'tirmang, ariza bering, hujjatlarni yig'ing, natijani kuzating va o'z huquqingizni madaniyat bilan talab qiling. Agar sizning mahallangizda bu yordam bo'yicha qandaydir yangilik bo'lsa, kommentariyada yozing. Qaysi hududdasiz? Kimlarga berilyapti? Qanday hujjat so'rashdi? Qancha vaqtda javob bo'ldi? Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, buvi-buvalaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Bitta ulashilgan video bir qariyaning muammosini yengillashtirishi mumkin.